Danya Turxana yandan где-то bir 300 metr girasiz. Asfalt bilan bunda uglovoy uy bor. Uglovoy uyning orqa tarafida xalasangiz yer o'rnidan, xalasangiz bir etaj joydan. Men sizga shu o'rni sotchakman. Narxini aytaman, bir like bosib, bizga obuna bo'lib turing va albatta video davomida narxini dostoyniymi? Kommentariyada yozib keting. Narxi 555 million so'm pul. O'zbek pulida. Chiroyli raqam, chiroyli yer o'rni uchun. Men sizga sotchak bo'lgan joymi, yer o'rnimi? İşör bo'ladi. Eng mazali qiziq yerini aytaymi? Eldini захват zonasi. Qarang, ishordan sizni krasniy liniyangizgacha 9 metr joy bor. Lekin siz yere pul to'lamaysiz. Siz pul to'laydigan joyingiz eldidan 14 metr, orqasidan 14 metr. Umumiy maydoni 196 metr kvadrat bo'ladi. Va pajanni xotan bakatdagina. Qurilish osti bo'lsa boku, elde 13, arkasından 14 qurilgan. Bog' deysizmi? Eldinda shuncha yer bog'-ku. Millatparvarlik. Yan başda 1 metr qoladi, oynadan qaratish uchun. Uyni planirovkasi ham chotki chiqqan. Bu joy o'zi 2 etajga moslashtirilgan. O'zima deb qurilgan, lekin ba'zi ayrim biroq sabablarga ko'ra sotilyapti. Potolog balandligi 420 metr. Bir hol ya oshxona sifatida foydalanasiz berasiz. Razujnoy qimmat bekitdan ko'rasiz. Bu asosiy giraverish proxodnoy eshik bu yerda bo'ladi. Bu tarafda esa yana bir zol joylashgan. Va agar 2 etaj joy aytaman deydigan bo'lsangiz, bunga devor olib tashaladigan shukka deb zina qo'yib beradi. Planirovkani bir qator tushuntiruvchi harakat etaman sizga. Oynalar umuman zo'r va panoramik qo'yilgan. Biz zol-ku, zol oynasini panoramikni qarang, ber o'rilib turibdi. Xalasangiz bir 4 karich o'rib, uzun, baland oyna qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu taraf aytganimning uyni egasi o'zi uchun qurgani uchun ochiq qolgan. Bu yerni beklab tashlasangiz ham bo'ladi. Xalasangiz bir ham bir oyna qo'ysangiz, bunda albatta yana bir xona bo'ladi. Bunda yana bir spalni uchun joy. Bu yerni ham tini o'rtib tashlasangiz, 5 oyna qilsangiz bo'ladi. Xalasangiz panoramni oyna qilib qoldirasiz. Bunda 1 metr xod zabor uchun albatta qoldirib ketiladi. 3. spalni. Bir yerdan oynasini o'rasiz va bu spalnining qulay tarafi bu yerda o'zining sanuzuli bor buni. Imенно spalni. Bu yerda esa 4. xona. Bu yerdan alohida sanuzuli bor va buni oynasi bo'lsa, pajanning qo'l tarafiga qarab tushgan. Eng so'ngimda sanuzul uchun joy. To'liq pishgan karushdan qilingan yeri. Kommentariyada albatta yozib keting, narxini dostoyniymi?